Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar. Siz azizlar bilan Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamning xonadonining xonimlari bo'lgan u zotning go'zal qizlari, oilalari, ayollarining haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Allohning marhamati bilan Rasulimiz alayhisolatu vassalamning ayollari Hadicha onamiz va u zot va barakot va Hadicha onamiz orqali dunyoga kelgan 3 qizlarning hayotlarini o'rganib chiqdik. Zaynab onamiz, Ruqayya onamiz, Ummu Kulsum onamizning hayotlarini o'rgandik. Bugun esa siz azizlar bilan Fatima-i Zahro onamizning hayotini o'rganishni boshlaymiz. Muhtaram azizlar, Ummu Kulsum onamizning hayotini gapirdik. Ruqayya va Zaynab onamlarimizni hayotlarini gapirganimizda ham shaxsan bizda bunchalik darajada Fatima onamizning hayotlarini gapirgandek darajada hayajon sezmadik. Ammo lekin Fatima onamizning hayotlarini gapirishlik azizlar shaxsan menga, kamina xodimingizga yuksak mas'uliyat yuklaydi. Chunki qancha tarixchi ulamolar hammalari ham mana shunday deganlar. Fatima onamizning hayotini yoritishlikda yozadigan kitoblarda gapirayotgan mauizalarida ham Fatima onamiz haqida nihoyatda ehtiyot bo'lib gapirishardilar. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Fatima mening bir bo'lagimdir. Uni xafa qilgan odam meni xafa qiladi deganlarda. Shuning uchun ham biz Fatima onamiz haqida gapirishlikka nihoyatda qiynalib bo'lsa-da jur'at qildik. Kamchiliklari bo'lsa Alloh o'zi kechirsin azizlar. Fazillarni ziyoda bo'lib siz azizlarga Fatima onamizning hayotlarini tanishtirib, u zotga bo'lgan muhabbatingizni ziyoda qilib, men ham Fatima onamizdek bo'laman degan fikrlarga, niyatlarga kelishiga ozgina bo'lsa ham opa-singillarimizga qalbiga kirgizishga musharraf bo'lgan bo'lsak, bu bizga Allohning bergan katta marhamati bo'ladi. Gaplashishlikdan, suhbatimizdan ko'zlangan maqsad ham o'zi asli mana shu azizlar. Nima uchun Fatima onamizning hayotini gapirish o'ta mas'uliyat talab qilishligini suhbatlarimizni asnosida siz azizlar bilib olasizlar. Fatima-i Zahro onamiz Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam va Hadicha onamizning kenja qizlari, 4-qizlaridir. Bu onamiz tug'ilganlarida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam payg'ambar bo'lishlariga 5 yil qolgan edi. Ayni shu yili Ka'batullohni qayta ta'mir qilingan yil edi. Fayzlik bir yilda, Ka'ba qayta ta'mirlangan yilda Fatima onamiz dunyoga kelgan edilar. Go'zal ism qo'ydilar, Fatima deb qo'ydilar. Va mana shu qizlari azizlar ko'rinishida ham, xulqida ham juda ko'p holatlarda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga juda ham o'xshab ketardilar. Ehtimol shuning uchun ham sahobalar Fatima onamizga otasining qizi degan laqabni qo'ygan edilar. Ehtimol payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan doim birga bo'lganliklari uchun ham mana shu laqabni olgan bo'lsalar kerak. Fatima onamiz boshqa opalariga nisbatan azizlar juda ko'p aziyatlarini o'z ko'zlari bilan ko'rganlar, bevosita ishtirok etganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kunlardan bir kuni xonadonlariga yugurib kirib, meni o'rab qo'yinglar deb ilk vahiyni olib kelib qaltirab yotib qolganlarida, Hadicha onamiz kelib ustilariga ko'rpa yopib o'raganlarida ham Fatima onamiz birga edilar. İlk vahiyni olib kirganda guvoh bo'lgan bu jajji Fatima onamiz 5 yoshidan payg'ambar xonadonining go'zal qizi bo'lib ulg'aydilar. Otasi so'nggi oxirgi payg'ambar Xotimul Anbiyo rahmatan lil alamin, onasi esa sahobiya, birinchi mu'mina, birinchi muslima bo'lib ularning ichida tarbiyalandilar. O'zlari 5 yosh edilar. Lekin mana shu 5 yoshlarida ham azizlar, yoshi kattalardek fikr qiladigan, o'ta ziyrak edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shuning uchun ham Fatima onamizga alohida e'tibor berardilar. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga odamlarga oshkora da'vat qilishlikka buyurdi va hamda Qur'oni Karimda o'zini, ahllarini, oilalarini, yaqinlarini ham mana shu din yo'liga chaqirishlikka, ularni do'zaxda o'tidan saqlashlikka amr qildi. Mana shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Safo tepasiga chiqib, butun qabilani nomlarini aytib chaqirdilar. Ularga qarab, ey bani Abdul Muttalib, ey bani Fahr, ey bani Luay,
ey faloni deb ularni hammasini chaqirib, agar men sizlarga hozir mana shu tog'ning orqasida bir qancha otliqlar turibdi, ular hozir sizlarga g'orat qiladi, hozir sizlarga yurish qiladi desam ishonasizmi dedilar. Ular albatta ishonamiz dedilar, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Muhammad amin edilar, biror marta ham yolg'on gapirmagan edilar. Shuning uchun har qanday gapiga ular ishonardilar. Unday bo'lsa, men sizlarga azob kelmasdan turib mana shunday azob kelib qolishligini ogohlantiraman dedi. Ya'ni o'zlarini payg'ambar bo'lganliklarini e'lon qildi. So'ngra alohida yana ey Qurayshliklar, o'zingizni do'zax o'tidan saqlang dedilar. Ey Bani Ka'b jamoasi, o'zingizni do'zax o'tidan qutqaring dedilar-da, orqasidan ey Fatima, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizi, o'zingni do'zax o'tidan qutqar. Allohga qasamki, men sizlardan Allohning biror narsasini qaytarishga molik emasman dedilar. Bu gaplar bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularni birortasini Allohning azobidan qutqara olmasliklari, har birlari o'zlarini tezroq iymonga kelib qutqarishliklari haqida chaqirdilar, da'vat qildilar. Va buni orasida qancha qarindoshlari bo'lsin, o'z 3 ta boshqa qizlari bo'lsa-da, Fatima onamizni alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ushbu qizlariga qanchalik darajada mehribon ekanliklari va e'tiborlari qanchalik kuchli ekanligidan nishonadir. Ey mening oilam deb qo'ymasdan, balki alohida ta'kidlab, Fatima Muhammad alayhisolamning qizi, o'zingni do'zaxdan saqla dedilar jajjigina qizlariga. Fatima onamiz go'daklik chog'idan islom deb atalmish dinni qabul qilib, qalbidan esa butun vujudiga joyladilar. Bundoq qilib aytsak, faqatgina islom va iymon ozuqasi bilan katta bo'ldilar. Tanovul qiladigan ozuqalari ham ma'naviyat bo'ldi, ma'rifat bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam doimo Fatima onamizga alohida ma'rifatni o'rgatdilar. Lekin o'zlari kichik bo'lishlariga qaramasdan, azizlar, hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning barcha zahmatlariga nafaqatgina guvoh bo'ldi, ko'pchiligi o'zlari ham ishtirok etib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nimaiki imtihonga uchragan bo'lsalar, hamma imtihonlarda birga bo'ldilar. Hammasida yelkadosh bo'ldilar. Ayniqsa Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bir kunga bo'lgan voqeasi Fatima onamizni butun umr qalbidan o'chmas iz qoldirdi. Kunlardan bir kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam Ka'batullohda sajda qilib turgan holatlarda edi. Uqba degan bir kofir kelib, bir bo'shangan tuyani eshini olib kelib, shunda sajda qilib turgan holatlarda boshiga kiydirib qo'ydi. Kofirlar kalaka qilib kuldilar. Birortasi olishlikka qurbi yetmadi. Shu payt Fatima onamiz uyda edilar. Bir odam yugurib kelib Fatima onamizni tezda Ka'batullohga borishlikka chaqirdi. Otasini qutqarishlikka chaqirdi. Jajji qizlarini chaqirdi. Nega? Chunki Fatima onamizda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda bor shijoat bor edi. Fatima onamiz yugurganlarcha keldilarda, otasini bu holatda ko'rib yig'lab yubordilar. Yig'laydi-da azizlar, yig'laydi-da, yuraklari eziladi-da. Hozir biz gapirayotib ko'zimizga yosh kelyapti. 14 asrdan keyin ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sha'niga biror kishi beodoblik qilsa qabul qila olmayapmiz. 14 asrdan keyin ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga falonchi kofir ozor bergan ekan desa unga la'nat bo'lsin deyapmiz. 14 asrdan keyin ham Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana bu jangda yaralangan ekan desa, o'sha yaralangan a'zoyimiz og'riyapti. Ammo buni o'z ko'zi bilan ko'rishlikni tasavvur qiling. Rahmatan lil alamin bo'lgan zotni sajda qilgan holatida boshida tuyani eshi kiyiliq turgan holatda ko'rishlikni qanchalik og'ir ekanligini hammamiz qalbimiz bilan his qilamiz. Mana shu narsani go'dak bo'lib turgan Fatima onamiz ko'rdilar. Yugurib kelib boshlaridan ovordilar, tozaladilar, mahkam quchoqladilar, qarg'adilar ularni. Qattiq qarg'adilar, la'natlar aytdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam xafa bo'lma qizim. Bularning hammasiga Allohning o'zi kifoya qiladi. Xafa bo'lma dedilar, qizini yupatishga harakat qildilar. Fatima onamizga bu og'ir botdi. Chunki qiz uchun azizlar, otasini bunaqa holatda ko'rishlikdan og'ir musibat yo'q. Mana shu narsani Fatima onamiz tenma-ten ko'rdilar. Keyinchalik ham doimo yonlarida yurdilar. Nimaiki ozorlar bo'lsa eshitardilar. Kofirlardan eshitiladigan haqoratlarni eshitardilar, zulmlarni ko'rardilar. Lekin hamma vaqt Fatima onamiz hammasiga sabr qilar va albatta Alloh azza va jallaga iymonlari mukammal bo'lib, bir kuni otasi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga yuborilgan bu din butun olamlarga yoyilishini albatta qalbi bilan his qilardi.
ko'zida yoshlanib duolar qilardilar. Bismillahirrohmanirrohim. Kunlardan bir kun Ruqayya opasi turmush o'rtoqlari Hazrati Usmon bilan hijrat qilib ketdilar. Katta opalari Zaynab opasi Abul Os bilan turibdilar. Bu yoqda Fatima onamiz faqatgina Ummu Kulsum degan opalari bilan birga edilar. Ummu Kulsum onamizni gapirganlarida Fatima onamizga qanchalik onalarcha mehr ko'rsatishligini eslatib o'tgan edik. Fatima onamiz ham bunga javoban mana shunday mehrda turardilar. 3 yilga qamal, 3 yil musulmonlarga Quraysh kofirlari biror oziq-ovqat mahsuloti sotmadi azizlar. Majolsiz holatda, ochlik holatda qolganda ham Fatima onamiz biror narsadan shikoyat qilmadilar. Odamlar och bo'lib, daraxtlarni, barglarini, ildizlarini yeganda ham, go'daklarning nolasi Makkani titratib yuborganda ham Fatima onamizning ko'zidan qiynalganligi uchun yosh chiqmadilar. Chiqqan bo'lsa ham bu yosh faqatgina ota-onasini qiynalgani uchun ko'ziga yosh oldilar, ammo o'zlari uchun emas. Eson-omon qamaldan chiqqanlaridan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan eng og'ir bo'lgan judolikka ham Fatima onamiz guvoh bo'ldilar. Suyukli volidalari, birinchi mu'mina, birinchi muslima, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning go'zal ayollari, Fatima onamizning volidalari Xadicha onamiz olamdan o'tdilar. Onalarini olamdan o'tishligida ham Fatima onamiz jonlarida turdilar. Bu musibat, bu imtihonni ham boshidan o'tkazdilar. Mana shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam jajjigina Fatima onamizga bog'lanib qoldilar. Ummu Kulsum opasi Fatima onamizga mehr ko'rsatib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga og'irini tushirmaslikka harakat qilardilar. Lekin bu oila uchun og'ir judolik edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makkadan Madinaga ko'chib ketadigan bo'lganlarida Fatima onamiz bilan Ummu Kulsum onamizni vaqtincha qoldirib ketdilar. Chunki ularni ehtiyot qilishlik uchun tashlab ketgan edi. Fatima onamiz, Ummu Kulsum onamiz va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga yaxshi ona bo'lsin deb umid bilan keyinchalik uylangan ayollari Savdo binti Zam'a radhiyallohu anha ham Makkada qolgan edilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularni olib kelishlik uchun eng ishonchli bo'lgan 7 shaxsni tanlashliklari kerak edi. Ana o'sha odam u zotning eng ishongan kishilari Zayd ibn Harisa roziyallohu anhu bo'lib chiqdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Zaydga Makkaga borib, mu'minlarning onasi Savdo onamiz va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning go'zal qizlari Fatima va Ummu Kulsum roziyallohu anhumolarni eson-omon olib kelishlikka topshiriq berdi. Bu topshiriqni bajarishlik uchun Zayd radhiyallohu anhu keldilar va ularni birga olib ketdilar. Avvalgi so'zimizda aytganimizdek, ular avval Xadicha onamizning qabrlarini ziyorat qildilar, keyin birgalikda ketdilar. Atrof nihoyatda xavfli, kofirlar to'xtamay hujum qilyapti. Bir payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlarini orqasidan kofirlar bostirib kela boshladi. Zayd ularni tuyaga o'tkazib olib qochib ketayotgan edi. Huvayris ibn Nuqays degan odam kelib, Fatima onamiz bilan Ummu Kulsum onamiz o'tirgan tuyani xurkitib yubordi. Tuya xurkib ketganidan keyin jajjigina bo'lib o'tirgan Fatima onamiz va Ummu Kulsum onamiz tuyadan yiqilib tushdilar. Allohning marhamati bilan yaxshiyamki ular shikast topmadilar. Biror joy shikastlanmadi. U yerdan bir narsa qilib ularning qo'lidan qutuldilar va Madinai Munavvaraga qochib keldilar. Fatima onamiz hijrat qilib kelganlarida Madinada tashkil qilingan nubuvvat xonadonida yashay boshladi. Fatima onamiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan hamma mana shu din ishlarida yelkadosh bo'ldilar. Fatima onamiz nihoyatda ziyrak edilar. Har bir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan chiqadigan muborak hadislarni eshitib yodlab olar va ko'p ayollarga ta'lim ham berardilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam esa Fatima onamizni yaxshi ko'rar, Fatima onamiz haqlarida doimo yaxshi gaplarni gapirar edilar. O'sha vaqtda Fatima onamiz 18 yoshlarga kirib qolgan edilar. Qarang, payg'ambarlik vazifalari, mana shu payg'ambarlik ishlari bilan yuribdilar. Qizlari ham yonma-yon yurib 18 yoshga kirib qolganini ham bilmay qoldilar. Fatima onamiz mana shu tashvishlar bilan 18 yoshga kirib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'ylanar, qizlari Fatima onamizga munosib kuyov izlardilar. Albatta, jur'ati yetganlar kelib so'rardilar. Hattoki bir necha marotaba sovchi qo'yganlar bo'ldi. Ularning orasida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, hatto Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham so'radilar, lekin ularning hammasiga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yaxshilik bilan
chiroyli gaplar bilan, o'ta muloyimlik bilan rad javobini berdilar. Ular hayron bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam borgan sovchilarning birortasiga qizlari Fatima onamizni unamayotganliklari, rozi bo'lmayotganligini bilar ekan, ular kimni kutyapti deb o'ylanib qoldilar va bildilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizga munosib bo'lishligini Hazrati Ali deb o'ylar va Hazrati Alini sovchi bo'lishligini kutardilar. Bu gapdan xabardor bo'lgan juda ko'pchilik kelib Ali radhiyallohu anhu ni o'rtaga oldilar. Siz boring, mana Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar va boshqalarga unamadi. Payg'ambarimiz alayhisalom sizga unaydi dedilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu hayron bo'lib, mana shunday zotlarga unamagan menga unarmikin dedilar. Siz boring avval, kiring dedilar. Majbur qilib do'stlari Hazrati Ali radhiyallohu anhu da Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni uylariga olib bordilar. Ularning gapiga kirib, Hazrati Ali Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga bordilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kirishlikka ijozat so'radilar. Kirib bir qancha gapirmasdan uyalib o'tirdilar. Nima deyishni bilmadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Aliga qarab, Ali ibn Abu Talibni biror bir hojati bormikin degan o'y bilan qaradilar-da, "Ey Abu Talibning o'g'li" dedilar. "Amakimning o'g'li, menda biror bir hojating bormi?" dedilar. Shunda "Yo'q" dedilar. "Nega kelding? Biror hojating bo'lsa ayt" dedilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Hazrati Ali radhiyallohu anhu yuraklari o'ynab ketdi. Nihoyatda xijolat bo'lib ketdi. Yuzlari lov-lov yonib ketdi. Nima deyishni bilmadi-da, "Men bir Fatimani bugun esladim" dedilar. Ular sovchilikni mana shunday deb izhor qilardilar. "Men Fatimaga uylanaman" demadilar. "Men Fatimani esladim" dedilar. Bu ovozni eshitar ekan Payg'ambarimiz alayhisalom kuldilarda, "Xush kelibsan, safo kelibsan" dedilar. Boshqa gap gapirmadilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bu gapdan keyin chiqib ketdilar. Oldidagilar "Nima bo'ldi?" dedi. Nima bo'lar edi? Nega ham meni olib keldinglar? Rasulimiz alayhisolatu vasallam hech narsa demadilar" dedi. "Axir seni aytganingda nima deb javob berdilar" dedi. "U zot menga qarab xush kelibsan, safo kelibsan" dedi. Diyordi maslahatchilar, atrof turgan o'rtoqlari. "Alhamdulillah, Allohga shukr. Bu deganlari senga rozi bo'lganliklari, bu muborak bo'lsin" deb Hazrati Ali radhiyallohu anhu da ko'ngillarini ko'tardi. Bu mana shunday ketayotgan bir paytda Rasulimiz alayhisolatu vasallam go'zal qizlari Fatima onamizni oldilariga keldilar. "Qizim Fatima" dedilar. Ali radhiyallohu anhu mana oldimga kelib, "Seni esladi" dedilar. Avval aytib o'tganimizdek, bu madaniyat, bu go'zal odob edi. "Qizim falonchiga turmushga chiqasanmi" demadilar, balki nihoyatda hayo bilan, iffat bilan otalik va qizlik orasidagi go'zal iffat pardasini ochmasdan, islom madaniyatidagi eng go'zal cho'qqiga chiqqan madaniyat muomalasini o'rtaga qo'yib, "Qizim, Ali seni esladi" dedilar. "Nima deysan?" deb javobini kutdilar. Odatda qizlari rozi bo'lmasalar, pardani qo'llari bilan chertir edi. Rozi bo'lsalar, sukut saqlardi. Bu gapni eshitar ekan, Fatima onamizning yuzlari qip-qizil bo'lib ketdi. Lov-lov yonib ketdi. Indamasdan sukut saqlab pastga qaradilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tabassum qilib kuldilar. Demak, Fatima onamiz rozi ekanlar. Shundan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Aliga Fatima onamizni turmushga berishga rozi ekanliklari to'g'risidagi xabarni yubordilar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Fatima onamizni sovchilikka so'rab chiqqanlardan keyin o'ylanib qoldilar, kutib yurdilar. Ertasiga yana Rasulimiz alayhisolatu vasallamning uylariga bordilar. Bu safar u zotning oldiga borib, yaqinroq joyga o'tirib oldilarda, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam eshitadigan qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlariga sovchilik qilmoqchi bo'luvdim. O'zimning bir narsam ham yo'q edi, ammo yaqinlik va mehrlardan umidvor bo'lib so'rovdim dedi sekin eshittirib. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buni darhol mulohaza qildilarda, u kishiga, ya'ni Hazrati Aliga tabassum bilan og'ir botmaydigan qilib, "Ya Ali" dedilar. "Mahriga biror narsangiz bormi?" dedilar. Mahr muhimligini qarang azizlar. Mahr nihoyatda muhim. Hozirgi kunda nikohda mana shu narsani e'tibor qilmayapti. Ko'pchilik mahrni qalin bilan almashtiryapti. Mahr qalin emas. Mahr bu kelinda o'zini iffat haqqi,
Bu nikohdagi kelinni haqiqiy shar'iy haqqi hisoblanadi, muhabbat ramzi hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shuni bo'ldi deb so'ramasalar bo'lardi, lekin bu shariat bo'lganligi uchun eng birinchi bergan savollari ham shu bo'ldi. Mahrga biror narsangiz bormi dedilar. Yo'q, ey Allohning rasuli dedilar Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Oraga jimlik cho'kdi. Haqiqatda mahrga beradigan ham hech narsasi yo'q edi. Ali radhiyallohu anhu dek ulug' zotni azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Aliga qarab, "Sovutingiz bor edi, o'sha sovutingiz qani?" dedi. Ya'ni urushda kiyadigan kiyim, libosda aytadi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu "O'zimda, ya Rasululloh" deb javob berdilar. "Qani uni olib kelingchi" dedilar. Yugurib borib Hazrati Ali radhiyallohu anhu hali sovutni olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning har bir qilayotgan harakatlariga e'tiboringizni tortaman azizlar. Kuyovlari bo'lmoqchi bo'lgan Hazrati Alining ko'ngillarini nihoyat darajada ehtiyot qilyaptilar. U zotni faqir ekanliklarini yuzlariga solmagan holda hech narsa kerak emas demasdan balki yordam beryaptilar. Shuning uchun sovutlarni olib keltirdilar. Hayron bo'lib turibdilar Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Nima qilarkinlar sovut? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sovutni oldilarda qo'llariga olib, "Mana bu sovutni kim sotib oladi?" dedilar. Birlari buncha dedi, birlari buncha dedi. Oxiri Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu u sovutni 470 dirhamga olaman dedilar. Qarang, 470 dirhamga bitta sovutni sotib oldilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu sovutlarini olib 470 dirham berdilar. Dirhamlarni olgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni qo'llariga oldilarda bir qismini Hazrati Bilolning qo'liga berib, "Mana bunga" dedilar, "qizim uchun atir va xushbo'yliklar olib kelgin" dedilar. Qolganini Ummu Salama radhiyallohu anhoga berdida, "Bunga kelinga kerak bo'ladigan narsalarni olib kelgin" dedilar. So'ngra payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni chaqirib, ularni o'z qizlari bo'lgan Fatima radhiyallohu anhoni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuga 400 misqol kumush mahr ila qoyim sunnat va vojib farziyat sharti ila nikohlab berayotganliklariga guvoh qildilar. Qarang azizlar, qanday ham chiroyli tadbir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir sahobadan shundoq pul olib bersa bo'lardilar, yoki Hazrati Ali radhiyallohu anhu o'zlari so'rasalar bo'lardi. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shu joyda juda chiroyli tadbir qo'lladilar. Biz ham shunday qilishimiz kerak. Kuyov bolani sha'nini ehtiyot qilgan holda bu ishlar qilinyapti. Ba'zan azizlar, bir xilga odam uyida kambag'al yigitlarini bilan qizlarni chaqirib nikohlab to'y qiladi-da, hammaga uni oshkor qiladi. Ehtimol u qilayotgan ishidan savob umid qilar, lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Kuyov bolani ranjitib qo'yishlik, odamlar oldida bir oz bo'lsa-da xijolatchilikka qo'yishlik bor. Ana shuning uchun bunaqa ishlarni maxfiy qilish kerak. Kuyov bolamizni kelindi oldida sha'nini ehtiyot qilgan holatda qilish kerak. Butun umr sani palonchi uylab qo'ygan degan gapdan saqlashlik uchun bunday ishlarni hech kimga bildirmasdan qilishlik maqsadga muvofiq azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham aynan mana shuni qo'lladilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga o'zingiz o'ylang, bitta sovutni 470 dirhamga sotib olgan Hazrati Usmon radhiyallohu anhu uni shunchalik berib qo'ysa ham bo'lardilar. Lekin Rasulimiz alayhisalom buni xohlamadilar. Haligi pullarni olib, dirhamda ajratib, atir upa olib kelgin dedi, mana bu qismiga, mana bu qismiga kelinga, mana bu qism mahriga hammasini bo'ldilar. Tarixchilarning aytishlariga qaraganda hamma yo'q bo'lgandan keyin Hazrati Usmon radhiyallohu anhu Hazrati Alini chaqirib, "Mana bu sovut mendan sizga sovg'a, chunki bu sizga mendan ko'ra ko'proq kerak bo'ladi" deb qaytarib bergan ekanlar. Naqadar go'zal madaniyat, naqadar go'zal mehr-oqibat. Ana musulmonchilik, mana shunday bo'lishi kerak. Mana bu musulmonlarning bir-biriga bo'lgan mehrlari azizlar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu mana shunday mehr, mana shunday saxovat ko'rsatdilar. So'ngra payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hamma sahobalarga e'lon qilganlaridan keyin ularga nikoh xutbasini ham o'qidilar. Kelin-kuyovlarga baxt, saodat va solih zurriyot tilab hammani oldida duo qildilar va bu marosimning eng oxirida mehmonlarga bir idishda xurmo tarqatdilar. To'y kechasi bo'lganda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga qarab aytdilar-ki, "Ey Ali radhiyallohu anhu" dedilar. "Nikohni e'lon qildik, hamma bildi. Endi bir to'y qilish kerak" dedilar. Qarang, hammaga bo'ldi qildi, e'lon qilindi. Ya'ni bizni hozirgi zamonimizda aytsak Fotiha qilindi, nikohlari e'lon qilindi, mahrlar e'lon qilindi, hamma yo'q bo'ldi. Endi o'sha nikohni e'loni uchun to'y ham qilib qo'yish kerak deb aytdilar. Bu gapni eshitar ekan o'sha joyda o'tirgan Sa'd ibn Muoz radhiyallohu anhu degan sahoba gapga aralashdilar.
ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, menda bir qo'chqor bor dedilar. Mana shu qo'chqorni do'stim Hazrati Ali radhiyallohu anhu to'yida so'yib berishga ruxsat bersangiz dedi. Ansoriylardan bir guruhi o'sha joyda o'zida bir nechta soda juhori jamlab kelishdi. Ana o'sha narsalardan to'y ziyofatini uyushtirdi. Juhoridan ovqatlar tayyorlandi, qo'y so'yilib to'y qilindi. Ya Alloh, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning qizlarini, Hazrati Alining to'ylarini qarang azizlar. Bir sahoba bir qo'y bersa-yu, qolganlar bir juhori olib kelib to'y qilsalar. Ba'zan bizlar to'ydagi arzimagan kamchilik bilan quda andalar orasidagi judolikni eshitganimizda beixtiyor payg'ambarimiz alayhissalomning mana shu qizlarini to'yi yodimizga keladi. Ha azizlar, biz bu tarixni nega o'rganyapmiz? Shunchaki eshitib, "Vo ajab, mana shunday zotlar bo'lgan ekan" deb qo'yishlik uchun emas, balki bunga amal qilish uchun. Shuning uchun imkon qadar hammamiz isrofdan, ko'rko'ronalikdan qochishligimiz kerak va bir-birimizga mehri oqibatli bo'lmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ushbu to'ydan keyin Hazrati Alini oldilariga chaqirdilar. Ali dedilar, "Kelinni oldiga kirishlikdan oldin men bilan uchrashmaguncha kirmay turing" deb buyurdilar. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha joyda turib Fatima radhiyallohu anha turgan joyga bordilarda, Fatima onamizga aytdilarki, "Menga idishda suv keltiring" dedilar. Fatima onamiz bir idishda suv olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisalom u suvdan olib Fatima radhiyallohu anhoning ko'ksilariga va boshlariga sepdilar. So'ngra qizlarning haqqiga duo qildilar. "Ey Allohim, men sendan bunga, ya'ni qizimga va buning zurriyotlariga shaytoni rojimning yomonligidan panoh tilayman" dedilar. U zot yana suv keltirishni talab qildilar. Bu safar Hazrati Ali radhiyallohu anhu suv olib keldilar. O'sha suvni olib xuddi Fatima onamizga qilganidek Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga ham sochdilar. So'ngra u zotning oldida Hazrati Alining haqlariga ham duo qildilar. "Ya Rabbi, ey Allohim, ikkovlariga baraka bergin, ikkovlarini ustilaridan baraka nozil qilgin va ikkovlarining zurriyotlarini barakali qilgin" deb duo qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ikkalalarini oldida "Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi rabbin nas" suralarini o'qidilar. So'ng Hazrati Aliga qarab, "Ya Ali, oilangni oldiga Allohning ismi va barakasi ila kiraver" dedilar. Mana shu amal demak bizda ham sunnat bo'lish kerak ekan. Demak, kuyov bolamiz kelinni oldiga kirayotganda ayni Rasulimiz alayhisolatu vasallam qizlariga qilgan holatdagi ishlarni qilishligimiz kerak. Bizda ba'zan bid'atlar, xurofotlar ko'payib ketadi to'ylarda. Bulardan qochish kerak. Aslida Rasulimiz alayhisolatu vasallam nima qilgan bo'lsa bizga ta'limdir. Mana qizlariga bekorga shu ishni qilmadilar. Suv sochdilar, duo qildilar, Falaq va Nos suralarini o'qidilar, ularga dam soldilar va haqlariga duo qildilar. Albatta bu ishda biz uchun namuna va baraka bor azizlar. Ushbu to'ydan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning kuyovlari Ali radhiyallohu anhu da boshqa qarindoshlari ham nihoyat darajada mamnun bo'lib ketdilar. Bu nikohdan juda xursand bo'lib ketdilar. Hatto Hazrati Hamza radhiyallohu anhu mana shu juftlik uchun Fatima radhiyallohu anha va Hazrati Ali radhiyallohu anhuning nikohlari, to'ylarini xursandchiligi uchun ikkita jonliq so'yib butun madinaliklarga ziyofat qilib berdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam to'ydan 4 kun o'tgandan keyin ularni uylariga borib xabar oldilar. O'sha paytda Hazrati Ali radhiyallohu anhu 25 yoshda edilar. Fatima-i Zahro onamiz esa 18 yoshda edilar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bilan Fatima-i Zahroni oila qurishlari Hijriy 2-sanada Badr urushidan keyin bo'lganligini ulamolarimiz o'z kitoblarida ta'kidlashib aytib ketganlar. Hazrati Fatima onamizni Hazrati Ali radhiyallohu anhuning ijaraga olgan uyiga tushirib borishdi. Ha azizlar, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Fatima onamiz qasrlarga kelin bo'lib bormadilar. Balki Hazrati Alini kichkinagina, hatto o'ziniki bo'lmagan ijaraga olgan uylariga kelin bo'lib tushdilar. Lekin dunyodagi eng baxtlik odam edilar. Ha azizlar, ijaraga yashashning uyati yo'q. Ba'zi birodarlarimiz, ba'zi azizlarimiz uylari yo'q, ijara turgan bo'lsa aslo xafa bo'lmang. Agar yaxshi aql bilan fikr yuritadigan bo'lsak azizlar, aslida biz bu dunyoni o'ziga ijaraga kelganmiz.
Dunyo hayotimiz o'zi ijara-ku. Bir kuni bu dunyo tashlab ketamiz. Hech kimniki emas bu. Hammamizdan qolajak. Shunday ekan, sahobalar bunday narsalarga e'tibor qilmasdilar. Ayniqsa payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning oila a'zolari bu narsani o'ylashlari aqlimizga ham sig'maydigan narsa. U zotlar shunday tarbiya topgan edilarki, ular uchun dunyodagi eng katta baxt, saodat ularni bir-birlariga sadoqati, muhabbati, din va diyonati edi. Fatima onamiz Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan mana shu uyda yashab turdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ba'zida ularni xabar olib turardilar. Ammo lekin uyning sharoiti juda qiyin edi. Ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan biroz uzoqroq edi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu da ham, Fatima onamizda ham biroz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yaqin bo'lgan biror bir uyda yashashlik ishtiyoqi bor edi. Lekin buni ayta olmayotdi. Ziyrak, sadoqatli, muhabbatli bo'lgan sahobalardan birlari Xorisa ibn Nu'mon payg'ambarimiz alayhissalom bilan bir devor bo'lgan o'zini uyi bor edi. Mana shu uyini Fatima onamiz bilan Hazrati Ali radhiyallohu anhu molarga bo'shatib berdi. Muhabbat va sadoqat shunchalik bo'lar ekan azizlar. O'z uyini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bir devor bo'lgan uyini bo'shatib, mana shu joyda yashab turishligini buyurdilar. Hazrati Ali va Fatima radhiyallohu anhumolar oila qurganlaridan keyin oradan bir yil o'tib, Hijriy sananing 3-sida Ramazon oyida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uchun xursandchilik xabari kelib qoldi. U zotga nabira ko'rganlarini xabarini keltirishdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam nihoyatda xursand bo'lib bordilar. Va bu nabiralarga hech ham qo'yilmagan go'zal bir ism Hasan deb qo'ydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nabiralari haqiqatda ham go'zal ismga mos edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam go'dakni quchoqlariga olar ekan, bir quloqlariga azon aytdilar, iqomat aytdilar. Rofi radhiyallohu anhu dan quyidagi hadisni rivoyat qiladilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning Fatima radhiyallohu anhoning tuqqan bolasi Hasan ibn Alining qulog'iga azon aytayotganlarini ko'rdim deydilar. Ha, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nabiralarga o'zlari azon aytdilar, quloqlariga iqomat aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Hasan radhiyallohu anhuning tug'ilishlari katta quvonch bo'ldi. Chunki u zot 57 yoshga kirib qolgan bo'lsalar ham zurriyotlardan o'g'il farzand ko'rmagan edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning zurriyotini davomi aynan mana shu go'dakdan boshlanishini Allohning o'zi iroda qilgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ko'zlarini quvonchi bo'lgan tug'ilgan bu muborak farzandiga Hasan deb ism qo'yganlar. Bu ism azizlar o'sha kungacha hech kimga qo'yilmagan edi. Hasan radhiyallohu anhu tug'ilganlarda Madina-i Munawvara to'yga aylanib ketdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nihoyatda xursand bo'lib ketdilar va o'sha kuni nabiralari uchun aqiqa qildilar. So'ngra Hasan radhiyallohu anhuning sochini qirqidilarda va Fatima onamizga buni sochi barobari vaznida kumush qo'yinglar dedi. Va sochiga kumushni vazn qilib taroziga qo'yganda 1 dirham yoki dirhamni basgacha chiqdi. Keyin uni boshqalarga tarqatib berdilar. Kumushni ham kambag'allarga sadaqa qildilar. Hasan radhiyallohu anhuning tavalludlaridan taxminan 1 yil va 1 oy o'tib, Hijriy 4-sanada yana xursandchilik bo'ldi. Sha'bon oyida Hasan radhiyallohu anhuning ukasi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ikkinchi ko'zini quvonchi bo'lgan nabiralari Husayn radhiyallohu anhu tavallud topdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam quvonchlariga quvonch qo'shildi. Ha azizlar, Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar siz bilan biz o'ylagandek egizak emas edilar. Balki ularning oralarida 1 yil va 1 oy taxminan vaqt bor edi. Ular aka-uka edi, lekin nihoyatda xuddi egizakdek bir-birlariga o'xshab go'zal suratda edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 2 nabiralik bo'lganliklari uchun xursand bo'ldilar va bu nabiralariga ham aqiqalar qilib butun xalqqa xursandchiligini izhor qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam Fatima onamizni ham, nabiralari Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhumolarni ham ko'p yaxshi ko'rardilar. Ularni biror bir kishi ranjitishlarini, ularning biror bir kishi g'azablantirishlarini aslo qabul qila olmasdilar. Ammo tarixda bir ko'ngilsiz voqea bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamning qizlari Fatima onamiz Hazrati Ali bilan yaxshigina yashab yuruvdilar. Birdan o'sha holatda bir yangilik paydo bo'lib qoldi. Odamlar orasida bu gap chiqdi. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga ham keldi va Hazrati Aliga Abu Jahlning Juvayriya degan qizini nikohlab berishlikka izn so'radilar. Bani Hishom ibn Mughiraliklar bu ishni qilmoqchi bo'ldi.
payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bu gapdan juda xafa bo'ldilar. Buni eshitar ekan hatto minbarga chiqib ma'viza qildilar. Allohga hamd va sano aytganlaridan keyin ularga qarab, Bani Hishom ibn Mughiraliklar o'z qizlarini Ali ibn Abu Talibga nikohlab berishlari haqida mendan izn so'radilar. Men ularga izn bermayman. Men ularga izn bermayman. 3 marta qaytardilar. Ammo Ali radhiyallohu anhu meni qizimni taloq qilmoqchi bo'lsa va ularni qizini nikohlab olmoqchi bo'lsa, mayli, bu uning ishi. Bas albatta qizim mening bir bo'lagimdir. Uni xafa qilgan narsa meni ham xafa qiladi. Unga ozor berilgan narsa menga ham ozor beradi. Fatima mendan bir bo'lakdir. Kim uni g'azablantirsa, meni g'azablantirgan bo'ladi deyildi. Yana bir hadisda ayni mana shuni boshqa bir rivoyatida payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning qizlari Fatima onamizga kundosh bo'lishni taklif qilgan dinni dushmani bo'lgan Abu Jahlning qizi ekanliklari ham qattiq g'azablantirganini aytadi. Va u zot mauizalarida Allohga qasam ichib aytamanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi bilan Alloh dushmanining qizi hech qachon bir erni oldida bo'lmaslar degan edilar. Albatta Abu Jahlning Alloh taologa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, islomga va musulmonlarga qarshi qilgan sonsiz sanoqsiz turli tuman dushmanchiliklari hammaga ma'lum. U kufrda o'lib ketgan ham. Alloh taolo o'zi uni Qur'oni Karimda la'natlagani ham hammaga ma'lum. Ana shunda odamning qizi kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari bilan bir maqomda bo'lishi hech qanday qoidaga to'g'ri kelmaydi. Bu oddiy haqiqatni hamma ham anglash kerak. Bu hodisaning asosiy hikmatini Alloh taoloning o'zi biladi-ku, ammo bu ishlar aynan Fatima radhiyallohu anhoning obro'larini ko'tarish, u kishining kimliklarini musulmonlar ommasiga bildirib qo'yish va qiyomatgacha ularga bu haqiqatni eslatib turadigan hadisi sharifni vorid qilish uchun bo'lgan bo'lsa ajab emas. Haqiqatda ham azizlar, Fatima onamiz bu narsani qabul qila olmasdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari boshqa bir dinni dushmani bilan birga kundoshlik bo'lib hayot kechirishlarini Rasulimiz alayhisolatu vasallam qabul qilmadilar. Shuning uchun 3 marta qaytardilar. Men bunga rozi emasman dedilar. Agar Hazrati Ali radhiyallohu anhu boshqasi bilan yaxshimoqchi bo'lib, qizimni qo'yib yubormoqchi bo'lsa, mayli dedi. Lekin qizimni xafa qilgan meni xafa qiladi dedilar. Ha azizlar, bu biz uchun yana bir ta'lim bo'ldi. Mana shu voqeadan keyin Hazrati Ali keskin Juvayriyaga uylanishlikni rad etdilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ko'zlarini quvonchi bo'lgan, o'zini qalbidan muhabbat olgan Fatima onamiz bilan birga baxti saodatlik oilasida yashashni o'zlari qabul qildilar va qaytib ikkinchi boshqa oila olishlik haqida fikr bildirmadilar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rasulimiz alayhissalatu vassalam qizlari Fatima onamizni Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan yashash asnolarida sabrli bo'lishga, qanoatli bo'lishlikka chaqirardilar. Zero azizlar, Rasulimiz alayhissalatu vassalamdek zotning qizlari yashayotgan bu xonadon ba'zan taomsiz bo'lib qolardi. Ovqat yo'qligidan, taomi yo'qligidan qiynalib qolardilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mehri daryo qizlari hech qachon buni bildirmas edilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bir voqeani aytadilar. Bir necha kungacha bizning huzurimizda va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning huzurlarida ham biror yeydigan narsa bo'lmasdan turib qoldi deydi. Qarang, Rasulimiz alayhisolatu vasallam va u zotning oilalarida yedirgan narsa yo'q azizlar. Ko'chaga chiqsam dedilar Hazrati Ali. Yo'lda ketayotsam bir dinorni yerda tushib yotganini ko'rib qoldim. Dinorga qarab turibman, bir muddat o'ylanib qoldim. Olsammikin yo olmasammikin deb turdim. Keyin o'zimizga, oilamizga yetgan og'irlikni o'ylab uni oldim. Savdogarlarning oldiga borib, unga un sotib oldim. Va Fatima radhiyallohu anhoning oldiga kelib, xamir qilib non yoping dedim. U xamir qilishga tushib ketdi. Xamir qilayotganda uning zaifligidan peshona sochi jomning chekkasiga tegib ketay der edi. Ya'ni azizlar, Fatima onamiz shunday zaifligidan bir jomda non qilayotib engishib qolib, hatto sochlari jomga tegib turar ekan. Oxiri bir narsa qilib u nonni pishirdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib xabarini aytdim deydilar Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Ko'chadan bir dinor topib qoldim. Juda qiyinchiligida nima qilishni bilmay shunga un olib keldim. Non qildik, xamir qildik, nima qilaylik dedilar.
Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam yeveringlar. U Alloh azza va jalla tomonidan sizlarga berilgan rizqdir dedilar. Alloh azza va jallani bergan ne'mati dedi, uni yenglar dedi. Shunday ulug' zotning qizlari Fatima radhiyallohu anhoning oilalari bir necha kungacha och qolibdilar azizlar. Sarvari olamning qizlariga olam ayollarining sayyidasi erlari olib kelgan undan xamir qilishlikka urinibdilar-u, ochlikdan tinkalari qurib qolgani uchun qaddlarini ham ko'tara olmasdan bazur non qilibdilar. Mana shunday hayot kechiribdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning qizlari bunday holatlarga ko'p marotaba tushgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning qizlari va Hazrati Ali radhiyallohu anhu molining hayotini bir qarang. Hazrati Ali aytadilarki, bizni xonadonimizda bitta qo'y terisidan bo'lgan terimiz bo'lardi. Bir to'shagimiz bo'lardi. Mana shu ustida kechqurun uxlardik. Kunduzi bir tuyamiz bo'lardi bizga suv olib keladigan. O'sha tuyamizga yem berishlik uchun haligi biz yotgan teri to'shakni unga yem bergani foydalanardik deydilar. E'tibor bering. Alloh taoloning oxirgi payg'ambarining qizlari Fatima Zahro radhiyallohu anha onamizning uylarida qo'y terisidan qilingan bir dona to'shakdan boshqa to'shak yo'q ekan. E'tibor bering. Sayyidul Mursalinning qizlari Fatima radhiyallohu anhoning oilalarida o'zlarini bir donagina po'staklari bilan tuyalariga suv berar ekanlar. Azizlar, inson bolasining afzali Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qizlari Fatima radhiyallohu anhoning uylaridan u kishining o'zlaridan o'zga xizmatkor yo'q ekan. Ikkalalari xizmat qiladi, hech kim yo'q. Xizmatkori ham yo'q. Oilalarini o'zlari tirikchilik qilib boqadilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Dovud, Termiziy va boshqalar rivoyat qilardilarki, Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Fatimani nikohlab berganlarida Fatima onamiz bilan birga teridan bo'lgan yopqich, ichiga xurmo barki to'ldirilgan bolish, tosh tegirmon, suv idish va ikkita meshcha yuborgan ekanlar. Azizlar, Fatima onamizning buyuk otalarini jonajon qiziga qilib bergan seplarini ko'ring. Teridan bo'lgan yopqich, ichiga xurmo barki to'ldirilgan bolish, bir tegirmon, suv idish va ikkita meshcha yuborgan ekanlar. Fatima onamiz radhiyallohu anhoning seplari mana shudir. Shunday ekan, ba'zan arzimagan narsaga o'zimizni baxtsiz sanaganimizda Fatima onamizni, Rasulimiz alayhisolatu vassalamning qizlarini, ushbu hayotlarini ko'z oldimizga keltirib, Allohga shukrona aytib, noshukrligimiz uchun istig'for aytishimiz kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hazrati Ali karramallohu vajh aytganlaridek, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam qizlariga siz bilan bizni nazdimizda qo'l bilan sanolik bir sep qilgan bo'ldi. Ko'rsa hayron bo'ladigan narsalarnigina berdi. Lekin azizlar, payg'ambarimiz alayhissalom qizlari Fatima onamizga shunday bir sep qilgan edilarki, afsuski bu sepni hech qaysimiz qila olmayapmiz. Qiyomatgacha harakat qilib ham qizi borlar bunaqa sep qila olmayapmiz. Bunday sep qilishlik uchun payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamda bor bo'lgan boylik bizda yetarli bo'lmayapti. Bu qanday sep deysizmi azizlar? Bu ma'naviyat sepi. Bu taqvo sepi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Fatima onamizga mana shunday sep berdilar. Shunday tarbiya berdilar. Natijada Fatima onamiz hamma narsani Alloh uchungina sevadigan, biror bir narsani tark qilsa, yomon ko'rsa, Alloh uchun qiladigan bo'ldilar. Zohidliklari, taqvolari shunday ediki, o'zlaridan boshqalarni ustun qo'yardilar. Boshqalarning g'ami bilan yashardilar. Kunlardan bir kuni Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar bemor bo'lib qoldilar. Fatima onamiz radhiyallohu anha va Hazrati Ali radhiyallohu anhu va ularning xizmatkorlari Fizza degan bir ayol bo'lar edi. Mana shu uchalalari agar Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar tuzalib ketsalar,
3 kun ro'za tutamiz deb nazr qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalom nabiralari, Fatima onamizni farzandlari, ko'zini qoralari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar tuzalganlaridan keyin ular ro'za tutdilar. Fatima onamiz kechqurunga birinchi kuniga bir arpadan bo'lgan nonni olib kelib, endigina dasturxoniga qo'yib iftorlik qilmoqchi bo'luvdi. Bir miskin odam kelib yordam so'rab qoldi. Yemoqchi bo'lgan nonini ularga berdida o'zlari hech narsa yemadilar. Ikkinchi kuni yana iftorlik qilmoqchi bo'lib, xuddi shunday arpadan bo'lgan nonni qo'ygan edilar. Ularni oldilariga yana bir yetim bola kelib so'raganida, unga ham rahmlari kelib o'zlari yemasdan berib yubordi. Uchinchi kuni bir asir keldi, unga ham berib yubordi. Shu holatda 3 kun o'zi yeydigan narsani boshqaga berib och o'tirganlarini tarixchilarimiz aytadilar. Bu esa Fatima onamizni o'sha payg'ambarimiz alayhissalom bergan ma'naviy seplardan bir ko'rinishi edi azizlar. Hatto Alloh azza va jalla ularning sha'niga Qur'oni Karimda oyat nozil qilib, ular nazrga vafo qiladilar, yomonligi keng tarqalgan kundan qo'rqarlar, o'zlari taomni yaxshi ko'rib tursalar ham uni miskin, yetim va asirga berarlar. Albatta biz sizlarni faqat Allohning roziligi uchun ovqatlantiramiz. Buning evaziga sizlardan mukofot yoki tashakkur xohlamasmiz. Albatta biz qo'rqinchli, shiddatli, uzun kunda o'z Robbimizdan qo'rqamiz derlar degan oyati karimani nozil qildi. Mana bu oyati karima ayni Fatima onamizning sha'nlarida edi. Azizlar, Fatima onamiz, tasavvur qiling azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlarining hayotlari. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhisalom Fatima onamizni oldilariga borib qoldilar. Ularga astagina qizim, bir necha kundan beri taomlanganim yo'q. Uyda yeydigan biror narsangiz bormi dedilar. Shunda Fatima onamiz juda xijolatchilik bilan jonim sizga fido bo'lsin, ya Rasululloh, uyda hech narsamiz yo'q dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom birma-bir boshqa ayollarini ham oldiga kirib chiqqan edilar. Biror bir yegulik bo'larmikin deb orzu qiluvdilar. Hatto jonajon qizlarining uyida ham yegulik yo'q ekan. Ha azizlar, siz bilan bizni qiyomatda Kavsar suvi bilan serob qiladigan, siz bilan bizni boshimizga mushkul kunlar tushganda bizni shafoat qilib himoya qiladigan, ummatim yaxshi yashasin deb yig'lab duo qilgan ulug' zot, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimiz alayhissalom qorinlari ochligidan, yeyadigan taom topolmaganidan birma-bir ayollarining uylariga kirib Fatima onamizdan ham so'raganlarida taom topilmasliklari siz va bizlarni yanada shukronalikka, yanada Allohga hamdlar aytishga undaydigan bir voqeadir. Payg'ambarimiz alayhisalom Fatima onamizni oldilaridan chiqib ketganlaridan keyin bir oz o'tib Fatima onamizga 2 dona non bilan bir bo'lak go'sht keldi. Darhol haligini oldilarda, Allohga qasamki buni o'zimdan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berishni afzal ko'raman dedi. Orqalaridan darhol o'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolarni yubordilarda, "Bobangizni chaqirib keling tezda" dedilar. Ular borib, "Bobojon, uyimizga taom kelib qoldi" deb chaqirdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam borib qarasalar, qizlari xursand bo'lib kutib turibdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, jonim sizga fido bo'lsin, taom keldi bizga" deb bir laganchaga o'sha solib qo'ygan 2 dona noni bilan va bir ozgina bo'lak go'shtini oldiga qo'ydilar. Birdan Fatima onamiz hayratlanib ketdilar. Ne ko'z bilan ko'rsinki, tog'ora katta lagan non va go'shtlarga to'lib yotar edi. Holbuki 2 dona qo'ygan edi. Hayron bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz alayhissolatu vasallam Hazrati Alini, Imom Hasan, Imom Husaynni, boshqa ahli baytlardan hammalarini chaqirtirib olib kelib, haligi taomdan yegizdilar. Fatima onamiz aytadilarki, taomni yeb to'yib ketdik. Bolalarimiz yetdi, hatto qo'shnilarimizga ham tarqatdik deydilar. Mana bu payg'ambarimiz alayhissolatu vasallamning mo'jizalari, Alloh azza va jallaning taomga beradigan barakasi edi azizlar. Biz ba'zan hamma narsani miqdoriga, shakliga qarab o'rganganmiz. Albatta bu bizning ko'zimizga oz ko'rinishi mumkin, lekin agar har bir narsada Allohga tavakkal qilsak, Alloh uni barakasini berib qo'yar ekan. Mana bu haqiqiy baraka edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu kelishlari bilan, Allohga shukrona qilishlari bilan va Fatima onamizni Habibimizga bo'lgan muhabbati tufayli Alloh bu ozginagina taomga baraka berdi. Fatima onamiz o'zlari hayratlanib, 2 tagina non bilan bir bo'lak go'shtni laganda to'ldirib turganligi, non va go'shtlarga to'lib ketganligidan ko'ziga yosh olib,
Alloh subhanahu va taologa hamd aytganliklarini aytib o'tadilar. Bismillahirrohmanirrohim. Fatima onamiz nafaqatgina azizlar toat va ibodatda, zuhdda, balki shijoatda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga o'xshardilar. Oysha onamiz aytadilarki, men Fotimadek payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga o'xshashini ko'rmaganman deydilar. Ko'rinishlari ham, fe'llari ham, hamma narsasi nihoyat darajada payg'ambarimiz alayhisalomga o'xshardilar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam qachon safardan kelsalar, albatta qizlari Fatima onamiz oldiga kirardilar. Agar Fatima onamiz kelsalar, o'rinlaridan turib, peshonalardan o'pib kutib olardilar. Fatima onamiz ham mana shunday muomala qilardilar. Va shuning bilan birga Fatima onamiz shijoatli edilar. Hatto Uhud jangida payg'ambarimiz alayhisalom yaralanib qolganlarida boshlariga kiygan tubulg'alariga tosh tegib, u Rasulimiz alayhisalomning yonoqlariga kirib ketdi va bu joydan jarohat bo'lib qon oqdi. Fatima onamiz yugurib keldilar. Jang maydonida bo'lsalar ham otalariga yordamga keldilar. Ojiza ayol bo'lsa ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning himoyasiga shoshildilar. Yuzlarini yuvdilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bukilib ketgan bir qalqonda suv olib keldilar. Fatima onamiz unda yuvib turdilar, lekin qon to'xtamadi. Shunda o'sha joyda bir bo'yrani kuydirib, o'shini kuygan bosgan edi. Rasulimiz alayhisalomning qoni to'xtadi. Rasulimiz alayhisalom mahkam quchoqlab yuzlariga yuzini qo'yib yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisalom o'z payg'ambariga mana shunday azob berganlarga albatta Allohning g'azabi bo'ladi dedilar. Bu esa payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamda mana shunday kunlarda ham Fatima onamiz qanchalik darajada sevib himoya qilganliklarini ko'rsatadi azizlar. Fatima onamiz mana shunaqa edilar azizlar. Mana shunday ham shijoatli, ham zohida, ham taqvoli, ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning suyukli qizlari edi. İmam Hasandek, İmam Huseyndek radhiyallohu anhularni, buyuk sahobalarni, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning go'zal nabiralarini tarbiyachisi edi. Lekin hammamizga ma'lumki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni oilalarida eng oxirgi ketgan farzandlari Fatima onamiz bo'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisalomning barcha farzandlari ichida faqatgina Rasulimiz alayhisalomdan keyin bir ozgina yashab qolgan zurriyoti, farzandi mana shu Fatima onamiz bo'ladi. Azizlar, Fatima onamiz insoniyat toqat qila olmaydigan, insoniyat ko'tara olmaydigan musibatga ham uchraganlar. Hozir ham bu musibatni o'ylaganimizda vujudimiz titrab, ko'zimizga yosh kelib, nahotki mana shunday imtihonga ham sabr qilganmikinlar deb aytadigan og'ir bir musibatni ham Fatima onamiz boshdan o'tkazganlar. Bu musibat suyukli Habibimiz rahmatan lil alaminni bu dunyodan o'tishlari edi. Fatima onamiz mana shu imtihonda ham boshlaridan o'tkazdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam dunyodan o'tishlaridan bir oz muqaddam Fatima onamiz oldilariga yig'lab kirdilar. Otalarining qiynalayotganligini, azoblanayotganligini, og'riyotganligini ko'rib yig'ladilar. "Otajon, og'riyapsizmi?" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, "Qizim, yig'lamagin. Endi otangga hech qanday og'riq alam bo'lmaydi" dedilar. So'ngra Oysha onamiz aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisalom Fatima onamizning quloqlariga bir gap aytgan edi. Fatima onamiz yig'ladilar. Bir ozdan keyin quloqlariga yana bir gap aytgan edi. Fatima onamiz kuldilar. Albatta bu narsani o'sha paytda aytmadilar, chunki Fatima onamiz otalarini quloqqa aytgan gaplari sir ekanligini biladigan darajada tarbiyali edilar. Hech kimga nega avval yig'lagani-yu, nega kulganini aytmadilar. Faqatgina payg'ambarimiz alayhisalom olamdan o'tib dafn qilingandan keyingina Oysha onamiz nega shunday qilganligini so'raganlarda aytdilar. "Menga otam Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qizim, men bu dunyodan o'taman. Alloh subhanahu va taolo menga yo bu dunyoda abadiy yashashlik yo oxiratni ixtiyor qilib Allohning huzuriga borishlikni, ikkidan bir yo'lni tanlashlikni ixtiyorini berdi. Men u dunyoga ketishlikni ixtiyor qildim" deb aytgan edilar. Mana shu gapni eshitganlarida Fatima onamiz yig'ladilar. So'ngra, "Qizim, yig'lamagin. Mendan keyin eng birinchi men bilan ko'rishadigan ham sen bo'lasan" deb tinchlantirdilar. Fatima onamiz bu gapni eshitib kuldilar. Ajib azizlar. Fatima onamizga bu gaplari bilan "Sen tez kunda olamdan o'tasan, vafot etasan" degan bo'lsa-yu, yig'lab qo'rqib ketish o'rniga kuldilar. Bu esa Fatima onamizni naqadar payg'ambarimiz alayhisalomga bo'lgan
muhabbatlarni ziyodaligi. Bu esa Fatima onamizni oxiratga naqadar umidvor ekanliklari va albatta qayta tirilish haqligiga qattiq iymon keltirganliklari va bu dunyo o'tkinchi bir dunyo ekanligi, u dunyoda payg'ambarimiz alayhissalom bilan birga bo'lishliklari Fatima onamizga baxt va saodat ekanliklariga iymon keltirganliklari uchun ham hatto vafot qilish xabarini eshitganda tabassum qildilar, xursand bo'ldilar, yupandilar. Fatima onamiz mana shunday holatda payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamni bu dunyodan kuzatdilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam olamdan o'tganlardan keyin o'g'illari Imom Hasan, Imom Husayn va Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan uylarda yolg'iz qoldilar. Oradan muddat o'tib Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mu'minlarning xalifasi bo'ldilar. Mana shu joyda tarixda bir ozgina azizlar, ba'zilar shiyalar bilan ahli sunnalar orasida tortishuv bo'ladigan, hozirgacha ular tushunmasdan bir-birlariga malomat qilib kelinayotgan bir hodisa bo'ldi. Biz ahli sunna val jamoa e'tiqodidagilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yuragimiz bilan muhabbat qiluvchilar bu voqeani yaxshiroq bilib olishimiz kerak. Bu voqea shunday bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa bo'lib qolganlardan keyin Fatima onamiz kelib Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning merosini so'radilar. Fadak degan joyda bir bog' bo'lar edi. Mana shu bog'da payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga xumus, ya'ni 5dan 1 ulushlari bor edi. Tabiiyki mana shu narsa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamniki edi. Olamdan o'tganlardan keyin Fatima onamiz kelib o'sha bog'dagi tushayotgan daromadni meros sifatida farzandlariga, oilasiga, xususan nabiralari Imom Hasan va Imom Husayn radhiyallohu anhumolarga va o'zlariga berishlikni tegishli ekanligini so'radilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu rozi bo'ldilar, marhamat dedilar. Haqiqatda ham u sizlar uchun dedilar. Mana shunga qaror qilib turuvdilar. Lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu kelib bu narsani to'xtatdilar. Azizlar, bir ko'rinishida bir eshitishimizda g'alati ko'rinyaptimi? Fatima onamiz kelib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan otamni merosini menga bering deyaptilar. Abu Bakr Siddiq rozi bo'lib turibdilar. Buni hammamiz qabul qilyapmiz. To'g'ri qildi deb turibmiz. Hamma shunday deb turgan edi. Lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu va buyuk sahobalar har bir bosayotgan qadamlarini Rasulimiz alayhisolatu vasallamning so'zlariga muvofiq qilishlari kerak edi. Hazrat Umar kelib e'tiroz bildirdilar. Aytdilarki, bu narsani berib bo'lmaydi dedi. Nega deyildi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Mendan keyin meros qolmaydi. Mendan keyin qolayotgan hamma mol sadaqadir deganlar. Shundaymi? Ha, shunday deganlar. Va boshqa hadislarida yana bir kuni aytgan edilarki, meni avlodimga sadaqa yeyish harom deganlar. Agar hozir biz buni bersak, birinchidan bu meros emas, sadaqa bo'ladi. Va sadaqani bersak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oilasiga, xususan Fotimadek zohida bo'lgan ayolga harom bergan bo'lamiz deyishdi. Va bu gap hadisga ham muvofiq edi, shariatga ham muvofiq edi. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'sha Fatima onamiz so'ragan narsani Fatima onamizga berishlikdan to'xtadilar. Bu gap Fatima onamizga yetib kelganda buni oxirigacha maqsadini tushunmasdan o'sha mahalda ham ehtimol kimlardir gaplarni boshqacha olib boradiganlar bo'lgan bo'lsa kerakki, Fatima onamiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan xafa bo'lib qoldilar. Bu qanday gap dedilar. Axir men undan otamdan qolgan narsani so'radim-ku, nega bermaydi? Axir biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning avlodimiz-ku deb yig'ladilar. Va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan gaplashmadilar. Bay'atga ham kelmay qoldilar. Bu narsa albatta Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga ham ta'sir qildi. Fatima onamizning hurmatlaridan Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da oldiga bormay turdi. Bu holatdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nihoyat darajada xafa bo'ldilar. Bu qanday bo'ldi? Nega bunaqa bo'ldi? Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oilalarini hamma narsadan ustun ko'rardi. Kunlardan bir kuni Fatima onamiz betob bo'lib qoldilar. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan keyin 6 oygina yashaganlar xolos azizlar Fatima onamiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hech o'zlariga sig'maydilar. Haqiqatda ham sig'maydi-da azizlar. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kim Fatimani xafa qilsa meni xafa qilibdi, kim uni g'azablantirgan bo'lsa meni g'azablantirdi degan gapni eshitgan va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ota-onam fido bo'lsin sizga deb turgan zot mana shunday qizlarini xafa qilib qo'yganlarini qabul qila olmasdilar. Bu haqiqatni borib aytishlari kerak edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ijozat so'radilar va Fatima onamiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning uylariga kelishga ruxsat berdilar.
Ammo Hazrat Umar radhiyallohu anhu unamadilar. Bunday qilmang, biror bir fitna bo'lmasin dedi. Fatima onamiz aytuvdilarki, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlari kelsin dedi. Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Hazrat Alidan ijozat so'radilar. Ruxsat olib bering, men Fatima onamizni oldilariga kirib holatni tushuntiray dedilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu kelib aytdilar. Oxiri Fatima onamiz ruxsat berdilar va bitta shart bilan faqat yolg'iz o'zlari kelishligini aytdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu va boshqa hech kim kelmasin, o'zi kelsin dedi. Va Fatima onamizni bu takliflarni qabul qildilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu va boshqalar unamasligiga qaramasdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlari bordilar. Ichkariga kirganlarida Fatima onamiz betob yotardilar. Kirishlari bilan ular qarab aytdiki, "Ya Abu Bakr, men sizdan otamdan qolgan merosni so'radim, xolos. Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilasini yomon ko'rasiz" dedilar. Abu Bakr Siddiq to'xtadi-da, yig'lab yuborib aytdilarki, "Allohga qasam ichib aytamanki, men Rasulim alayhissalomning farzandlarini o'zimni farzandlarimdan ham yaxshiroq ko'raman" dedi. "Sizlar uchun jonimni beraman, lekin ey Fatima, siz o'ylagan narsa bu yerda boshqacharoq bo'ldi. Aslida men bermoqchi edim, lekin payg'ambarimiz alayhissalom o'zlaridan qolgan hamma merosni sadaqa debdilar va sadaqa yeyishlikni sizdek avlodiga harom qilgan ekan, bu narsani qandoq beraman" dedi. Bu gapni eshitganlardan keyin Fatima onamiz tinchlandilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning uzrlarini qabul qildi. Mana shu bilan oradagi gina adovat to'xtadi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Uning uchun eng xayrli ish bo'ldi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ham, Fatima onamiz ham bu holatni to'g'ri tushunib, ularni bir-birlari bilan munosabatlari tiklandi. Bu narsa keyinchalik azizlar bunga yolg'onga yolg'on qo'shilib, to'qimaga to'qima qo'shilib, shunaqa darajada bo'lib ketdiki, hozirga qadar Fatima onamizni shu ranjitib, xafa qilib, shu xafachiliklari tufayli olamdan o'tib ketgan yoki Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'sha mahalda Fatima onamizga zulm qilgan degan da'voni qilib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mana shu buyuk sahobalarni yomon ko'radigan shiyalar bor. Tarix azizlar to'g'ri talqin qilinishi kerak. Buni haqiqatini Allohning o'zi bilguvchi, lekin tasavvur qiling, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning suyukli sahobasi bo'lgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hech qachon payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oilalariga, xususan Fatima onamizga zulm qilishliklari yoki ularni tahqirlashliklari, xafa qilishlari aqlga sig'maydigan voqeadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Fatima onamiz radhiyallohu anha bir qancha kun betob bo'lib qoldilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ham tashqariga chiqmadilar. 11-hijriy yil Fatima onamiz Ramazon oyiga eson-omon yetib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisalomning vafot etganlariga 6 oy o'tgan edi. Fatima onamiz yotib qoldilar. Ramazonda 3-kunlari edi taxminan. Mana shu kuni bir oz o'zlariga keldilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu tashqariga chiqib ketgan edilar. Fatima onamiz xizmatchilarini chaqirdi, Aymanani chaqirdilar va o'zlari yuvintirib qo'yishligini iltimos qildilar. Yuvindilar, chiroyli kiyimlarini kiydilar va farzandlari Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhularni quchoqlab o'pib, ular bilan xayrlashdilar. Shu kuni payg'ambarimiz alayhisalomni tushlarida ko'rgan edilar. Mana shu kuni olamdan o'tishlikka tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Ajib bir tarbiya bo'ldi azizlar. Fatima onamiz o'zlari olamdan o'tadigan holatda turibdilar. Oldilarida Asmo binti Umays degan bir sahoba bor edi. Asmoga qarab aytdilarki, "Men olamdan o'tsam bir narsadan xijolatman" dedilar. Xijolat bo'layotgan narsasini bir eshiting aziz opa-singillar. Men olamdan o'tgandan keyin ayollarni ham xuddi erkaklarga o'xshab kafanlab turib ustiga bir choyshabni yopib olib ketadilar. Bu esa ayol kishining butun badanini aniq alomatlarini ko'rsatib qo'yadi. Mana shundan men xijolatman dedilar. Agar e'tibor bersangiz, hozirgi kunda ham ba'zi joylarda erkaklar xuddi shunday qilinadi. Kafanlanib, ustiga bir choyshab yopib qo'yadi. Natijada uning butun gavdalari aniq bilinib turadi. Fatima onamiz olamdan o'tyaptilar.
mayit holatida bo'lib qoladilar. Lekin shunda ham aytayaptilarki, men olamdan o'tsam, ustimga shunday choyshabni tor qilib yopib qo'ysalar, meni butun badanim bilinib tursa, ana shundan xijolatman deyaptilar. Shunda Asmo onamiz aytdilarki, men Habashistonga borganda bir narsa ko'rganman, shuni sizga o'rgataymi dedilar. Nima ko'rgansan degan edilar. Habashistonda ayollar olamdan o'tsa, uni tobutga qo'yib, uni ustiga bir ba'zi yog'ochlarning shoxlarini mundoq egib to'sib qo'yar ekan va uni ustiga choyshab qo'yar ekan. Natijada yopilgan choyshab ayolning badaniga tegmay turar ekan va u mayit ko'rinmas ekan dedilar. Bu gapdan Fotima onam shunday xursand bo'lib ketdilarki, men olamdan o'tganda shunday qilinglar dedilar. Ya Alloh, naqadar hayoli azizlar, olamdan o'tganda ham, tobutda ketayotganda ham nomahramlar nazaridan o'zini ehtiyot qiladigan, satr qiladigan mana shunday mu'mina, muslima Fotima onamiz ayollarimiz uchun katta bir muallima, tarbiyachidir. Tor kiyimlarni kiyib, yupqa kiyimlarni kiyib yurgan opa-singillarimiz butun badanini bekitish kerak bo'lgan joylarini nomahram erkaklarga ko'z qilib yurganlar, yana o'zlarini Fotima onamizni izdoshlari deb ko'rsatib, mana shunday behayolikda yurishlikda odat qilganlar Fotima onamizdan o'rnak olsalar bo'lardi. Hatto bu dunyodan tobutda ketayotganlarida ham o'zlarini ehtiyot qilgan va beodobona ko'rinishlikdan hayo qilgan Fotima onamizdan Alloh rozi bo'lsin. Fotima onamiz mana shu narsani ayni Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga ham vasiyat qildilar. Olamdan o'tganlardan keyin Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolarga mehr oqibatli bo'lishliklarini iltimos qildilar va o'zlaridan keyin hatto kimga uylanishliklarini ham aytdilar. Chunki bolalarim bee'tibor qolib qolmasin, tarbiyasiz qolib qolmasin, mehriga muhtoj bo'lib qolmasin deb o'zlarini bir qarindoshlariga uylanishlikni ham tavsiya qildilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu dan rozilik oldilar. O'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolarni o'pdilar va hammalar bilan xayrlashib, mana shu yotgan joylarida otalarining orqasidan bu dunyodan, yolg'onchi dunyodan haqiqiy dunyoga rihlat qildilar. Ramazon oyini 3-kuni 11-hijriy sana 29 yoshda Fotima-i Zahro onamiz, jannat ayollarining sayyidasi, ketayotganda ham hayosini, ibosini saqlagan, bolalari, oilalariga iymon va taqvoni Allohdan so'rab duo qilgan va jannatda siz aziza, mu'mina va muslima bo'lgan opa-singillarimizni kutib olish ilinjida ketgan Fotima onamiz Jannatul Baqi qabristoniga dafn qilindi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni o'zlari janozasini o'qidilar. Fotima onamizdan Yaratganning o'zi rozi bo'lsin.